Toshkentda xonadonlarning birida katta yong'in sodir bo'ldi. Odamlar hayoti xavf ostida qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. 8-may kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanida joylashgan shaxsiy xonadonlarning birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 14:40 da Toshkent shahar Mirobod tumani Sarakul ko'chasida joylashgan shaxsiy xonadonlarning birida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga soat 14:50 da yetib borib, yong'in soat 14:57 da qurshab olinib, soat 15:04 da o'chirilgan. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida jarohatlanganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.